Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Egaladan Nexia 3 mashinasi kelib turibdi. Avtomat korobka. Bosh yumshoq bolali ustanobcha bo'lgan. Zo'r sostanida o'zini zavodskoy chexollarida turibdi. Avtomat korobka 100, hozir yurgan kilometr 127 ming kilometr yurgan. Metan gaz bolali ustanobcha bo'lgan. Zo'r sostanida. Bir detalında kraskasi bor. Boshqa yeri absolut родной mashina. Bir kapısında kraskasi bor. 2018 yil bahosi 107 million so'm aytilib turibdi. Gelsangizlar 1,5 so'm ustida savdolashib kelishib asoslar bo'ladi. Tiko 2001 yil ishlab chiqarilgan kraska bir qator asosut bo'lgan. Sostanasi yaxshi. Chexol poligi bor. 253 ming kilometr yurgan. Bahosi 16 million so'm. Yesangizlar 1,5 so'm yana ustida kelishib asoslar bo'ladi. Mashinalarimiz Xiva avtosavdo 707 da turadi. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqaverasiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yasiz do'stlar. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqaverasiz.